do'stlar, biz bugun Ronaldoni fuqlaymiz do'stlar. Men mana boshqa akkaunt ochib olganman. Buni taxminan 1-2 soat bo'ldi ochganimga. Mana Ponni bu yerda 5 ta sariq olib oldim va qolganlari Ponni darvozabonlar va hozir bitta Ronaldoni qoldirib qolganlarini sotib olamiz. Buni fitnessga sotib olaylik. Keyingi videolarda Xiaomi'ni ham qayta sotib olib full qilishim mumkin do'stlar. Agar sotib olib full qilishimni xohlasangiz like bosinglar, albatta kommentga ham yozib qo'yinglar do'stlar. Endi buni texnikaga sotamiz. Buni men sotsam ekan. Buni ham texnikaga sotaylik, chunki texnika kam. Buni fitnessga sotamiz. Yaxshi, va hozir darvozabonlar qoldimi? Qatgina ha do'stlar, mana yo'q. Buni fitnessga sota qolaylik. Mana endi faqat yana darvozabonlar qoldi ko'rganingizdek. Endi bemalol do'stlar Ronaldoni full qilsak bo'laveradi. Mana do'stlar boshlaymiz. Endi Ronaldoni o'rtaga qo'yib oldik va endi birinchi bo'lib fitnessga beramiz. Yaxshi tezligiga tushdi. Tezlanishi, staminasi. Hozir do'stlar tepadan taxminan shu staminasi bilan stressini 90+ olsak, pastga o'tsa ham bo'laveradi shutingiga. Yaxshi stressiga tushdi. Ronaldoni yaxshi full qilish kerak do'stlar bu videoda. Do'stlar, keyingi videolarda qaysi futbolchini full qilishimni kommentariyaga yozib ketinglar do'stlar. Buni yaxshi kushamoqda do'stlar. Hozir yo'q, breakthrough berildi. Bonus nimadir ekan. Yo'q, chiqyapti do'stlar. Fitnessdan beraveramiz. Mana 83 bo'ldi do'stlar. Staminasi 81 bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi ketmoqda do'stlar Ronaldo. Va yo'q, mana tezligi 79 bo'ldi va hozir yana tezligiga qo'shiladimi? Yo'q, kuchiga qo'shildi. Kuchi darajasiga. Menimcha ko'zlarimiz bemalol yetsa kerak do'stlar. Mana nihoyat tezlanishi 80 bo'ldi. Hozir stressiga tushdi. Yaxshi. Stresi 90+ bo'lishi kerak. Yaxshi tezlanishiga tushyapti. Shu tezlanishiga ko'proq tushishi kerak do'stlar. Xo'sh, yaxshi. Tezligiga tushdi do'stlar va tepadan Ponni hammasi 80+ holatga yetdi do'stlar va stress 88 bo'ldi. Yaxshi do'stlar, 84 bo'ldi do'stlar. Ronaldoni o'zi tezlanishi 82 bo'lmoqda. Ko'rib turganlaringizda ko'zlarimiz bemalol yetadi do'stlar. Xo'sh, tezlanishiga yaxshi ketyapmiz do'stlar hozircha. Agar yana shunday ketsa, masalan 3 ta 4 ta 100 chiqarsak bo'ladi do'stlar, bemalol Ronaldodan. Yaxshi, lekin tezligiga qo'shilmayapti do'stlar. Breakthrough berildi. Staminasiga qo'shildim. Yaxshi bu. Va yana breakthrough berildimi? Yo'q, berildi. Yaxshi do'stlar. Va nihoyat tezligi ham qo'shildi do'stlar. Do'stlar, bizga juda ham ko'p breakthrough berilmoqda. Ronaldo 85 bo'lgan. Mana bu nihoyat tezligiga qo'shilyapti. Ketma-ket 2 marta qo'shildi. Xo'sh, yana tezligiga qo'shildi do'stlar. Yaxshi. Agar shu zaynda ketsa, tezligi 90+ bo'ladi. Xo'sh, ana tezlanishi yaxshi ketyapti do'stlar. Do'stlar, mabodo ko'zlar yetmay qolsa, men bu videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman do'stlar. Mana Ponni tepaga yaxshi ketyapti do'stlar. Ronaldo
juda ham ko'p breakthrough berilyapti Ronaldoga. Va tezlanishi 89, stamina 87 va tezligi 85 bo'lib qolmoqda bu yerda. Xo'sh, mana stamina 88 bo'ldi. Xo'sh. Nihoyat birinchi 90 chiqdi do'stlar. Va mana tezligiga qo'shildi, yaxshi do'stlar, yaxshi. Yaxshi ketmoqda hozirchalikka. Mana yana bitta 90 chiqdi. Ko'ramiz. Xo'sh, mana yaxshi tezligiga qo'shilyapti do'stlar Ronaldoni. 87 bo'lib ketdi Ronaldo do'stlar. Mana tezligi 88, staminasi ham 88 bo'ldi va hozir Rayer'dan beramiz. Xo'sh. Agar do'stlar yetmay qolsa, shu olmosga beramiz, olmosga qilamiz. Mana do'stlar juda ham ajoyib ketmoqda. Ronaldo 91 va nihoyat va tezligi ham 90 plus holatga keldi do'stlar. Ajoyib kuchaymoqda Ronaldo. Xo'sh. Mana do'stlar, lekin 100 chiqarish albatta qiyin bo'ladi bundan. Tepasida ajoyib ko'rsatkichlar bo'lyapti tepasida. Xo'sh do'stlar, fitness ko'rsatkichlarimiz tugadi. Endi texnikaga beramiz va oxirida bitta legendarni berib ko'ramiz. Xo'sh, yo'q, taklingga tushdi do'stlar. Omadsiz bo'ldi-yu. Shootingga tushish kerak. Mana yaxshi do'stlar. Shootingni 100 qilish kerak do'stlar bu yerda. Kontrolga tushyapti do'stlar bu yerda. Faqat shootingga tushsa do'stlar, juda yaxshi bo'lardi-yu. Yo'q, yana kontrol. Bu kelsa do'stlar shootingga 100 bo'la olmaydi. Do'stlar shootingga tushish kerak. Omadsiz bo'lyapti do'stlar pastdan. Shootingga tushish kerak do'stlar. Shootingni 100 qilishimiz kerak, hech bo'lmasa yo'q. Pas bo'lib qolyapti do'stlar, pasga berdi. Xo'sh, endicha shootingga ber. Dalasi umuman oqlamayapti do'stlar buni. Yaxshi bo'lishgan do'stlar. Shootingga bir marta va nihoyat do'stlar shootingga tushdi. 94 bo'ldi va darajasi 91 bo'lmoqda. Shootingdan bu keshda 100 chiqara olmaymiz do'stlar. Omadimiz kelmayapti umuman. Agar omadimiz kelib qolsa, shootingdan 100 chiqadi dedim. Xo'sh, yo'q. Ber shootingiga shu yana bermang do'stlar. Kontrolga berib ko'raylik-chi. Do'stlar, ajoyib bo'ldi qandaydir. Bag'oz yana bitta bundan bersammikin yo bitta legendarni bersam do'stlar, tepadan 100 chiqadi do'stlar albatta, lekin pastda shootingimiz bo'lib qoladi-da. Nima qilsamikin? Ko'rib turibsizlar do'stlar, shootingga bersam baribir 100 bo'lmaydi. Tepadan legendarni berganim yaxshi undan ko'ra do'stlar. Do'stlar, fitness berib olsammikin deyapman. Nima qilsammikin? Plus 10 ham bo'lib qolishi mumkin. Video cho'zilib ketyapti do'stlar, shuning uchun legendarni berib qolaman. Shu tepadan 100 chiqsin do'stlar, hech bo'lmasa bitta 100 chiqsin. Bizga yo'q dedilasa va chiqmaydi do'stlar 100. Lekin hozir ham do'stlar normalli kuchaydi menimcha. Hozir ham normalli do'stlar, screenshot qilib olaman buni. Mana do'stlar, screenshot qilib oldik. Biroz omadsiz bo'ldi do'stlar. Keyingi videoda qaysi futbolchini full qilishimni kommentariyga yozib ketinglar. Video tugadi do'stlar.